bo'lib berish Rossiya xizmati ham bor. Agar sizda mana pastda telefon qilsang, gaplashib, Rossiya xizmatini ham gaplashamiz. Bular bo'lib berish va Rossiyani. Xullas, dellar shunaqa. Dellarda i3lar narxlari 140-150 atrofida chiqadi. Holatga qarab, i5lar narxlari 180 atrofida chiqadi. 180 i7lar narxlari esa $220, 240-250 atrofida chiqadi. Holati sifatiga qarab va batareyasi opyatkasiga qarab. Kimga agar bular qiziq bo'lmasa, hayitgacha shoshilib qoling. Biz bu son cheklangan. Sababi biz hozir ideallar ko'rsatdik. O'sha ideallar sizga nasib qilsin. Assalomu alaykum, hurmatli kanal a'zolari. Mana bugun biz hayitga yaqin video chiqardik. Bu hayitlik bo'ladi, xudo xohlasa. Bu yerda ko'p notebookimiz, hammasi polniy bizga Dubaydan kelgan. Dell versiyasi. Buni ko'p paka biz ko'rsatyapmiz, qiziq bo'lsin. Kimga qiziq bo'lmasa, narxlari hammadan qulay, zo'r narx beramiz. Bular bir vaqt o'zida ham gaming kerak bo'lsa, gaming IT ga, hisobotga, buxgalteriyaga ko'tarishga juda qulay. Mana qachon notebooklarimiz. Bularda hozir ko'p bizda. Hozir men qisqa qilib obzor qilib ketaman. Videomiz qisqa bo'lgan bo'lishi aytgansan, lekin juda foydali bo'ladi. Demak, boshlaymiz Dell'larning notebooklarimizni. Dell o'z bilasiz juda baquvvat va juda sabrli notebook hisoblanadi Dell. Masalan, bu Dell'imiz Dell Core i3 7-avlod, mana misol uchun ikkita yonamda hali changlarti ham yo'q. Holatda tashqi ko'rinish jihatdan 5 baho. Ideal holatda o'zi Dell kompaniyasining tagi Amerikada bor. Masalan, Amerikan anaqasi bor, mana qarang. Sensor bor, ekran sensor ham IPS ekran va buni ekranning anaqasi parametrlari qiz kerak bo'lsak, Core i3 8-avlod ekan. Core i3 8-avlod 2.1 GHz. Bu anaqasi bazaviy skorsi. Bunda turbo GHz ham bor. Opyatkasi zavodskoy 16 GB opyatkasi bor va 256 GB SSD xotirasi ham bor. Bunda buni ko'rinishi atrofi chist anaqa karbondan qilingan, karbon va tagi ham shunaqa qirilmagan, toza ideal holatda. Bitta anaqa muammosi yo'q. Xullas biz tilimizda. Bu oxiga 180 Hzgacha qayriladi. Notebookimiz Dell Core i3 8-avlod 16 operativka va 256 SSD. Bu nima kimga asosan? Bu asosan talabalarga, buxgalteriya ishlatayotgan bemalol chiqadi, ofisga, biznesga, boshlang'ich masalan IT ga tushgan bolalar masalan backendga bemalol chiqadi, C++, Python, Java, HTML hammasi bemalol chiqadi. Endi bu narxi qiziq bo'lmasa, narxi hammaga aytdik, agar narx qiziq bo'lmasa, bu narxi necha pul ekan? Narxini $150 beramiz. Bunda bitta yaxshi tomoni bunga qo'shimcha SSD sim karta mikro SSD flashka kerak ketadi va bu tomonda Type-C Type-C zarka oladi, USB zarka oladi va HDMI port, LAN port, ikkitadan USB porti bor. Ba'zilariga anaqa sim karta ham ketadi Dell'larga. Xullas, buni soni ko'p. Narxlari $150 dan juda arzon. Masalan, $150 ga bunaqa notebook zo'r. Chunki batareyasi men o'zim ko'rdim, batareyalarini mana qarang, hozir ko'ryapti. Mana batarey yonib keling, qarang. 92% bilan 11 soat 30 minut ko'rsatyapti, lekin bu o'zgarib turadigan narsa, bu nisbiy narsa. Bu hozir kamida 6 soat 7 soat yetib beradi zaryadi. 6 soat 7 soat yetib beradi. Normal batareyasi zo'r. Batarey chunki batariyaning sig'imi katta. Batarey 45 ming 15 ming sig'im chiqadi. Xuddi shunaqa endi keyingisi Dell. Bu ham shunaqa. Bu ham Core i5 8-avlod, faqat buning salgina xuddi MacBook shakliga o'xshaganlari. Core i5 8-avlod. Bunda ham anaqasi ekrani sensor va IPS ekran. Buni yaxshi tomonlari, buni tagi podsvetka, tagi olib turadigan va undan tashqari yuzga Face ID ham bor. Mana yuzga Face ID ham bor. Biz o'z ko'rinib turibdi. Ochasiz, yoqasiz. Face ID ham bor va mana sensor. Ideal holatda sensor bor bular. Keyin bunda ko'pisi karbon. Qirilmaydi. Karbon bor. Tagi ham shunaqa. Bu ham tag metal, usti karbon hisoblanadi. Core i5 8-avlod. Bunda ham xuddi shunaqa parametrlari 16 GB RAM va 256 GB SSD xotirasi bor. Bunda 16 GB RAM DDR4 va 256 NVMe SSD'si bor. Bunda Gersi 1.6 GHz dan boshlanadi, bazaviy skorsi va turbosi 3.8, 4.2 gacha ko'tariladi. Misol uchun mana qarang, masalan, yonib keling, mana GPU, CPUsi mana, ya'ni prosessor turbosi 3.62 gacha ko'tarildi. Endi agar bu hali ham bosim bermagan holatda mana ishlash grafikasi mana tepaga chiqquncha 4.2 gacha ko'tariladi bemalol. Xohlasang tekshirib ko'rsang bo'ladi. 8 yadr, 4 8 potok bo'ladi.
Mana speed hozir vaqtda ishlash. Xullas, bu ham xuddi boyagidek gap. Kimni puliga qanaqa bo'lsa puliga qarab, Excelga ham, Wordga ham, o'yinga ham boshlang'ich o'yinlarga bemalol tushadi. Backendga ishlaganlarga bemalol Photoshop, ba'zi payt AutoCAD ham ko'taradi. AutoCAD yiliga qarab ko'taradi bemalol. Bunda CD joyi bor, mana flash ketgan joyi ham bor va sim karta ketgan joyi ham bor. USB'lar ham bor. USB joyi ikkita joyi bor va HDMI porti va ikkita zaryadchik qo'llaydi, Type C va naq qo'llaydi. O'zining обычный zaryadchik, dumaloq zaryadchik qo'llaydi. Endi bu narxi qiziq bo'lsa hammaga, bu narxi $180 dan beramiz. Bundan ko'p hozir vaqti bizda. Bundan nechta bor? 15 dan 20 ta qolgan. Lekin o'sha ham zo'r narx. Masalan, $180 ga agar oddiy qaytamisak, Lenovo'ning yoki eng oddiy, masalan, Celeron borda, 4200 bor, Celeron. Ya'ni 2 yadro borda, oddiy ofislar borda. O'sha ham yo'q $180 ga. Yangisi. $220 dan boshlanadi o'sha 2800, $210 dan boshlanadi, sifatiga qarab, IPSga qarab. Bu narxi $180 beramiz Dell'lar narxlarini. Xullas, mana bunaqa. Bu ham xuddi shunaqa, bu ham xuddi shunday Dell va shunaqa orasida mana bunaqalari ham bor. Mana bu 3-chi Dell'imiz. Bu Core 7, Core 7 7-chi va 8-chi avlodlar bizda bor. Bu notebookimiz sensor bo'ladi ekrani va 360 Hz qayriladi. Bu ham Dell 360 Hz qayriladigan bo'ladi. Bundan xuddi shunaqa aparatkasi 16 GB RAM, 256 GB SSD, tagi pachivitka, bunda rivojlandi. Bunda barmoq skaneri bor. Masalan, qo'lda barmoq skaneri ham bor. Ko'rinishi bu ham ustiga karbon bo'ladi, qirilmaydi, silsangiz ham. Lekin tagi metal, ekrani IPS, sensor 360 Hz qayriladigan bo'ladi mana. Core 7 8-chi avlod 16 ga 256. Bu narxi 240 atrofida chiqadi bulardan. Xullas, bizga mana shu Dell'lardan bizga mana shu Dell'lardan naqasi ko'p, nima edi? Turlar ko'p. Agar narxlar kimga qiziq bo'lsa, biz kanalga a'zo qo'ying. Bizda kanalimiz bor. Agar Telegram kanalimiz bor, Notepad Telegram kanalimiz bor. O'sha Notepad Telegram kanalimizda hammasi batafsil ma'lumot berilgan. O'zi videoni tagiga tashib ketamiz, Notepad deb qo'yiladi. Telegram kanalida batafsil ma'lumot berilgan. Keyin bizda butun O'zbekiston bo'ylab yetkazish xizmati bor, butun O'zbekiston bo'ylab. Keyin ikkinchimiz bo'lib berish Rossiya xizmati ham bor. Agar sizda men pastda telefon qilsang, gaplashib, Rossiya xizmatini ham gaplashamiz. Bular bo'lib berish va Rossiyani. Xullas, Dell'lar shunaqa. Dell'larda i3lar narxlari 140-150 atrofida chiqadi, holatga qarab. i5lar narxlari 180 atrofida chiqadi. 180, i7lar narxlari esa $220, 240, 250 atrofida chiqadi. Holati, sifatiga qarab va batareyasi, aparatkasiga qarab. Kimga agar bular qiziq bo'lmasa, haytgacha shoshilib qoling. Biz son cheklangan. Sababi biz hozir ideallar ko'rsatdik. O'sha ideallar sizga nasib qilsin. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.